Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana mehmonlar keldi. O'zlarini tanishtiradi, bir ko'rasizlar mana. Ozarbayjon Respublikasidan. Azerbaycan'ın Qasımov bəyanı qonaq gəlmişik. Bugün sizin mehmanınızıq. Bugünkü tədbirdə iştirak bizim üçün şərəfdir. Rahmat. Mana reisimiz. Yana bitta mehmonimiz mana. Ben Polkovnik Tahir Yusufov. Azerbaycan'dan gelmişim. Bugünkü günde Turan Türk Devletler Birliği'nin veteranlarıyla bir yerde tedbirde iştirak etmeye gelmiş. Rahmat. Salom olmaylar. Mana reisimiz. Assalomu alaykum. Mana bugun bizga mehmonlar kelishdi. Toshkent viloyatida KSVning 81 yilligini nishonlab tadbir qilyapmiz. Mehmonlar keldi. Mana o'zimizni polkovniklar ham yo'q keling. Ular ham o'z bir so'zlarini aytadi. Hammalarni bugun tabriklayman. KSVda xizmat qilganlar kuni bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana polkovnik. Да. Мы очень рады, что гости к нам прибыли с Азербайджана, да? Да, мы тоже во время Советского Союза служили службу группа Советского Союза Германии. Да. С праздником всех, поздравляю. Все время наш друг остался, да. Вы поняли, что вы Shuhratjon. Assalomu alaykum. Qana GSV xizmat qilganlar bu yerda yig'ilishdik hammamiz. Xursandmiz mana. Den GSVga. O'sha esingi davlatlardan ham bor. Hamma vodiy tarafdan ham bor. Mana yig'ilishib xursandmiz. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim bunday shunaqa kunlar ko'p bo'laversin. Salomat. Assalomu alaykum qadrdonlar. Qirg'iziston O'sh shahridan keldik. Mana alhamdulillah. Bugun Germaniya 9-iyul Germaniya kuni. Mana Ozarbayjondan birodarlarimiz kelgan, polkovniklar kelgan. Bu yerda hamma to'plandi alhamdulillah. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjondan ham mehmonlarimiz bor. Salomat bo'linglar, hammalar bayraminglar bilan. Вот еще один гость приехал. Baku. Я полковник Гусейнов, и мои друзья полковник Юсифов и Гасымов. Поздравляем всех наших братьев из Узбекистана, которые в свое время, в советское время служили в составе группы советских войск Германии. Сегодня исполняется уже сколько лет? 81 лет. 81 лет. Это большой праздник. Желаем нашим ветеранам вооруженных сил всех благ, благополучия, здоровья, счастья. И мы, как ветераны Азербайджана, ветераны войны Азербайджана, участвуя в таких мероприятиях, чувствуем себя как у себя на родине. Мы из родины на родину приехали. Поздравляю вас. Bayramınız mübarek olsun. Ya, rahmat. Demak, biz orzu qilgan hayot haqiqatga aylangan. Единственный генерал Узбек. Osmon ohangsiz. Военный генерал. Во время войны. Yana nafas olyapti. Lekin yuragimizda hali ham gumburlab urilgan o'q tovushi yangraydi. Biz bu yerda qamchilangan xotiralar ichida qolganmiz. Tunlar qo'rquv, kunduzlar intizorlik, yurak esa sog'inchdan tonib yashagan. Har bir uyda yo'qotish bor. Sen Mehmonlar kelajakdagi odam. blendajda yuribdi. Tinchlikdan zavqlanayotgan, osuda uxlashni bilgan, nonni sotib olayotgan va suvga navbatsiz yetayotgan bola. Biz seni orzu qildik. Senga bir iltimosim bor. Biz boshdan kechirgan azobni tinchlikni qadrla. Vatanimizni urush bilan emas, yurak bilan himoya qil. Chunki biz o'z jonimiz evaziga seni tinch ko'rishni istadik. Har bir do'stni quchoqlay olganingda bizni esla. Har bir kulgingda bizning orzularimiz yangraydi.
Zevkmezmi? Yo'q, sekin. Hammalarga salom. Bayram bilan. Bayram bilan. 9 GSB'chilar kuni. Alinto Shestorov 6375 Malades. 83 polk. Assalomu alaykum. Qilsak bo'laveradimi? Bemalol, bemalol. Трофеев. Военное оружие, боевой техники, факт трофеев. Это очень интересно. Это те, которые сбитые танки, БМП, БТР, ракетные комплексы и так далее, вражеские, все собрали туда. На самом деле подбиты. С поля боя с них оставили такой парк сделали. Bayram muborak bo'lsin hammaga. Mana Ozarbayjondan kelgan generallar bilan aylanib После боевых действий. yuribmiz. Salomat bo'linglar. А здесь что собрать?